Atom bu bombami? Mana. Atom degani bitta shart qisqasi. Mana shu atom. Mana. Atomning markazida yadro bo'ladi. Yadroning markazida musbat proton bo'ladi mana. Va mana musbat proton va neytron ham bo'ladi bitta ikkita mana. Zaryadsiz ham mana. Protonlar mana P, mana N, neytron. Va elektron deganlari atrofida aylanadi mana, minus. Mana aylanib yuribdi elektronlar. Xo'p, mana shu atom deyiladi. Atom qara, elektr jihatdan neytral zarracha, zaryadi yo'q. Tushunyapsizlar? Nimaga zaryadi yo'q? Yadrosida, mana bu yadro deyiladi. Yadrosida nechta protoni bo'lsa, atrofda shuncha elektron aylanadi. Shuning uchun uni zaryadi 0 ga tenglaydi, atomning zaryadi. Mana 3 ta protonga 3 ta elektron aylanadi. Endi qarang, elektron massasi 9.1 10 darajasi minus 31 kilogramm. Zaryadi, ku elektron zaryadi. O'sha elektron zaryadi tabiatdagi eng kichkina zaryad bo'lgani uchun elementar deganda nima tushuniladi? Kichkina zarrachami? Elementar degan so'zning bosh harfi E olib ketilgan. Shu zaryad o'zi ku bilan belgilanadi. Faqat elektron proton uchun E olib ketilgan. Qiymati 1.6 10 darajasida minus 19. Minusdan faqat. Elektronniki minusga mana shu. Ku protonniki u ham E bilan belgilanadi. Faqat uniki plusdan 1.6 10 darajasi minus 19. Zaryadi kulon. Kichkinasi bu kulon. Bu neytron desa zaryad yo'q. Neytron degani zaryadsiz zarracha, zaryadi yo'q. Endi massalar qara, elektronning massasini ko'rdik. Protonniki qanday bo'ladi? Protonniki 1.67 10 darajasi minusdan 27 kilogramga teng bo'ladi. Neytronnikichi 1.68 10 darajasi minus 27 kilogram. Endi narsani tushunib olaylik, qarang. Biz o'zimizga yozgan paytimizda ekon teng deb yozib ketganmiz. M proton teng M neytron deb bitta mana qiymatni yozganmiz. Haqiqatan deyarli farqi yo'qki, daraja bir xil, 1.67 1.68. 9.81 10 deb ketganimizda bu nima bo'libdi? Bir xil emasmi, to'g'rimi? Точно bir xil-da. Ana endi qara. Mana shunaqa bir xil deb ketaverardik. Keyin bitta nazariy savol keldi. Nazariy savolda nima degan? Proton og'rimi, neytron og'rimi deganda. Biz bir xil deb ishlab ketaverganmiz. Bir xil degan javob bor, belgiladik, lekin xato chiqyapti. Keyin to'xtagan deb kitoblarni izlab qarasak, haqiqatan neytron sal og'ir kelar edi. Ozgina. Deyarli farqi yo'q, lekin mana 1.67 dan 1.68 kattada. To'g'rimi? Demak, qanday ishlash kerak bunda? Masala ishlayotgan paytda M proton taqsim M neytron kelib qolsa, masalalarda qisqartirib ketaveramiz, chunki deyarli farqi yo'q. Lekin nazariy savol kelsa, proton og'irmi, neytron og'irmi desa, neytron og'irroq. Endi qara, elektron og'irmi, proton og'irmi? Elektron og'irmikan, proton og'irmikan? Elektron og'ir. Elektron og'irmi? Minus 31 ga minus 27. Proton og'ir. Demak, qara, M protonni M neytronga bo'lsang, 1836 hosil bo'ladi. Yoki bir xil joylarda 1840 ham deb ketishi mumkin. Ya'ni qara, protonlar elektronlardan 1836 marta yoki 1840 marta og'irroq. Mana bu qanaqa ketishadi? Mana shu sonni mana songa bo'ldi. Shu 1836 marta keladi. Demak, atomda asosiy massasini yadro tashkil qiladi. Atrofdagi elektronlar deyarli massa bosmaydi, tosh bosmaydi. Mana qara, atom deyilganda yadro va elektronlar tushunilyapti. Demak, atomning massasi deganda ham yadro bilan elektronlar massasini qo'shishimiz kerak. Yadroning ichida proton, neytronlar bo'ladi. Endi qara, elektronlarning massasi 1836 marta kichkina bo'lyapti, protonlardan, neytronlardan. Shuning uchun atomning massasida elektronning massasini deyarli qo'shmay ketsak bo'ladi. Bundayda qara. Mana shu atomni shunday tarozi ustiga qo'ydim. Oddiy misol 1 kilogramm chiqdi. Misol uchun. Endi 3 ta elektronni olib tashladim, yulib olib tashladimda, endi o'sha atomni tarozi ustiga qo'ydim. 999 grammi 99.9 ketadi demoqchiman, tushunyapsanmi? Qanchadir qiymatga, ya'ni 1 kilogrammni 1836 ga bo'lib qancha chiqadi o'shanda?
Bayağı birdan ayırıp tashlashimiz kerak. Juda kichkina farq qiladi-da, deyarli farq qilmaydi. Shuning uchun demak elektronlarning massasi juda yengil bo'ladi. Ya atomning massasini deyarli yadro tashkil qiladi deb gapiriladi. Yadroning ichida ko'rilgan protonlar va neytronlar mavjud bo'ladi. Proton qarang, neytronlar soni protonlar soniga teng bo'lishi ham mumkin, kam bo'lishi ham mumkin, ko'p bo'lishi ham mumkin. Qoida yo'q. Lekin yadrodagi mana protonlar soni elektronlar soniga teng bo'lishi shart, zarur. Tushunding? Bo'lmasa atom deyilmaydi. Endi qarang, mana bu elektronlar mana shu atom bilan kuchsiz bog'langan bo'ladi. Ya'ni nima demoqchiman? Mana boshqa bitta atom bor, bunda ham elektronlari bor. Bu atom bilan bu atom ta'sirlashgan paytda bu elektron bunga ko'chib o'tib ketib qolishi mumkin yoki bundan bittasi bunga o'tib ketib qolishi mumkin. Tasavvur qilinglar. Mana shu elektron mana joyida qolmadi, bu elektron bunga ko'chib o'tib ketdi. Endi buni yadrosida protonlar 3 ta, atrofida 2 ta elektron bo'lib qoldimi? Ya'ni o'sha muvozanat buzildimi? Tenglik buzildimi? Proton elektron teng bo'lmay qoldimi? Endi bu atom deyilmaydi. Endi bu yangi pasport oladi. Ion degan. Pasport almashtiradi. Ion degan yangi nom oladi. Demak, qoida bor-da. Bu kitoblarda hammasi yozilgan. Hozir ozay tushuntirib ketdim. Elektronini yo'qotgan yoki yana bitta boshqa elektron qo'shib olgan atom ion deyiladi. Ion. Endi bu musbat ion, ionlar ikki xil bo'ladi, musbat, manfiy ion. Bu musbat ion bo'lib qoldimi, manfiy ion bo'lib qoldimi? Musbat ion bo'lib qoldi. Nega? Protonlar soni 3 ta, elektronlar soni 2 ta-ku. Protonlar musbatlar ortiqchami? Ya'ni +3 ga qo'shyapsan -2 mi? +1 chiqyaptimi? Bo'ldi, o'sha bu musbat ion deyiladi. Endi mana qo'shni atomdan o'zi mana elektron turibdi mana. Yana bir ikkita elektron kelib qo'shildi bunga mana. Mana elektronlar kelib qo'shildi. Yadrosida 3 ta proton, atrofda 5 ta elektron bo'lib qoldi. Bu manfiy ion deyiladi. Manfiylar soni 2 taga ko'p mana. +3 ga qo'shamiz -5 ni. -2 chiqib kelyapti bu yerda. Tushunarli? Demak, bu manfiy ion deyiladi. Sababi elektronlar soni protonlar sonidan ko'payib ketdi. Keyin necha karra zaryadlangan manfiy ion desa 2 karra zaryadlangan. Qisqasi mana shu son necha chiqsa shu gapiriladi-da. Hozir ya'ni elektronlar soni nechtaga ortiq? 2 taga ortiqmi? 2 karra zaryadlangan manfiy ion deyiladi. Agar elektronlar soni 5 taga ortiq bo'lsa 5 karra zaryadlangan manfiy ion deyiladi. Tushunarlimi? Boya nima bo'lgan mana boya? Bu ham chiqib ketib qoldi-ku. Bu ham chiqib ketib qoldi. Joyida elektron joyida hech kim qolmadi. Bu boya +1 chiqayotdi-ku. Bu nima deydi? Bir karra zaryadlangan musbat ion deyiladi. Bir karra zaryadlangan musbat ion. Ya'ni bitta elektron chiqib ketib qoldi. Demak, bitta narsani tushuna olaylik. U proton hech qachon chiqmaydi, kelmaydi, bitta joyda turadi. Proton yadroning ichida turadi, ko'ryapsizlar? Yadro kuchlari bilan kuchli bog'langan bo'ladi. U protonni olishga ham, qo'shishga ham kuchimiz yetmaydi. Faqat biz elektron bilan zaryad o'zgartiramiz. Ya'ni qarang, elektronni olamiz, elektronni qo'shamiz. Chunki elektron mana yadro bilan kuchsiz bog'langan bo'ladi. Sal qattiq gapirsang ham havo ketib qoladi misol uchun. Tushundingmi? Demak, endi shu narsani tushunayotgan bo'lsangiz, sizlarga bitta savol. Metalda musbat zaryadlari, uning massasi nima bo'ladi? Metalda musbat zaryadlasam, uning massasi nima bo'ladi? Kamayadi. Musbat zaryadlar elektronlar. Musbat ion hosil qildik-ku lekin. Ortadimi? To'g'ri, kamayadi. Mana qarang. Musbat zaryadladik degan o'sha zaryadladik degan gapga chalg'iydi, darrov ortadi deb qo'yadi. Mana bunday bo'ladi. Oddiy tushuntiring. Mana metalda endi mana bunaqa bo'lib turadi. Men sizlarga mana oddiy qilib tushuntirib beryapman. 4 ta protonga 4 ta elektron bo'lib turibdi. Sizlarga aytayman, protonlarni umuman o'zgartirishda iloji yo'q. 3 ta ham qilamiz ham, 5 ta ham qilamiz ham, foydasi yo'q. U yadroning ichida turadi. Umuman tengini olmaymiz. Endi buni manfiy zaryadlash uchun nima qilish kerak? Chetdan bir ikkita manfiy elektron olib kelib qo'shishimiz kerak. To'g'rimi? Musbat zaryadlash uchun nima qilish kerak? Musbat zaryadlash uchun musbat zaryad berdik degani bundan bir ikkita elektron olib qo'yish kerak. Ikkita elektron chiqdi tashqari. Bu +2 karra musbat ion hosil bo'ldi. 2 karra zaryadlandi va musbat ion. Ya'ni metal musbat zaryadlandi deyiladi-da.
Tushunarli? Elektronni olib qo'ysak, elektron baribir bir massaga egami, qiymatga egami? To'g'rimi? O'shancha massa ikkita chiqib ketdi undan. To'g'ri, buni hisobga olmaydigan darajada kichik, lekin real qarasak baribir kamayapti. Shunaqangi aniqlikdagi tarozi bor. Bir pakir suvni qo'yganman tarozini ustiga. Pipetka borgan-a, tomizgich, tomizadi. O'sha pipetka bilan undan 2 tomchi suv oldim. Boya tarozini ko'rsatish o'zgaradimi? Nanogrammigacha ko'rsatadi. Shunaqangi kichkina aniqlikda o'lchaydigan tarozi kamaymaymi ko'rsatish? Kamayapti. 2 ta tomchi suvda nima massa yo'qmi? Bor-da. Shunaqa narsa bo'lyapti, tushunyapsizlarmi? Ustoz u qanaqa tarozi? Endi keyin kelajakda yaratasizlar. Tillachlar tortadigan tarozi. Endi qara. Demak, buni manfiy zaryadladik desa, massa oshib qolar ekan. Manfiy zaryadlash uchun o'z mana teng turadi har doim. Sizlar har doim metal teng turadi, musbatga manfiy teng turadi va atom deyilyapti bu narsa. Buni musbat zaryadlash uchun elektronni olib qo'ydik. Manfiy zaryadlash uchun yana elektron qo'shishimiz kerak. 4 ta plyusga 6 ta minus bo'lib qoldimi? Bu manfiy zaryadlandi deyiladi. Bunga boshqa yana elektron qo'shdikmi? Boyagi pakirga 2 tomchi suv tomizdik. Oshanba tarozini ko'rsatish. Tushunayapsizlarmi? Shuning uchun, ya'ni musbatni qo'sha olmaymiz, ayira olmaymiz-da, tushundingmi? Musbatga tegina olmaymiz, manfiy bilan qilamiz o'sha ishni. Mana qarasizlar, oddiy tushuntirib beray. Sinfxonada 15 ta qiz bola, 15 ta o'g'il bolalar bor. Tushunyapsizlarmi? Qizlarning sonini kamaytirishdan ham ko'paytirishdan iloji yo'q. Chiqdingiz ham chiqmayapti, kirdingiz ham kirmayapti boshqalari. 15 ta o'zgarmayapti qarang. Endi nima qilish kerak? Qizlar soni ko'p bo'lish uchun bu tashqaridan ikkitasini kirdingiz ham kirmayapti. Ulardan chiqdingiz ham chiqmayapti. Endi nima bo'ladi? Bolalardan bir ikkitasini chiqarib olishim kerak. Majbur. O'shanda qizlar soni ko'payadi, to'g'rimi? Tushunyapsizlar bu narsani? Musbatlarga tegin olmas ekanmiz, manfiy zaryadladik desa ham, musbat zaryadladik desa ham, faqat elektron bilan qilar ekanmiz shu ishni. Musbat zaryadladik desa, demak elektron bir ikkitasini olib qo'yish kerak. Manfiy zaryadladik desa, bir ikki elektron qo'shish kerak. Demak, manfiy zaryadlansa massa oshar ekan, musbat zaryadlansa kamayar ekan. Endi jismda nechtadir elektron yetishmaydi yoki kamayadi desa zaryad mana. Qu teng ko'paytiradi. Yozaylik birinchi pastdan. 1 deb raqam qo'yinglar, birinchisi.